Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Chipaksa va Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Shuningdek, Toshkent, Kazan, Nizhniy Chili va Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari amalga oshiriladi. 18:00 da Toshkent Sabirahim avtovokzalidan har doim pryamoy reyslarimiz amalga oshirilib turmoqda. Agar sizga ham shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qilib, savollar bo'yicha murojaat qilishingiz mumkin va bizning kompaniyamiz sizga kafolatlaydi. Ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reysimiz mavjud. Shuning bilan birga avtobusimizda sizga bo'lgan barcha qulayliklar, ya'ni 2 ta monitoring, 2 ta kuryer, konditsioner, zaryashnik, Wi-Fi va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olib ketishingiz mumkin. Bilet narxi yoki boshqa qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qiling va joylaringizni masofadan turib band qiling. Tanlovda adashmang.